deb o'ylagan edik. Ketdi. Sayfiyevdan pas bo'ladi ichkariga. Zarba yo'lida shunday. Hojimat! Sajabmas. Xo'p, ichkariga uzatma bo'ladi. Abbosdan va bu yerda to'p uchun kurash. Ketdi. Yo'q deyapti, varam yo'q-da. Shu hozir ofsayd bo'lmaydi-da shu. Har ehtimolga qarshi hakamlar qo'rqishadi bunaqa paytda. Xoydidan pas bo'ladi ichkarida. Talo to'p tepish imkoniyat. Ruhiyat shakllandi so'nggi yillarda jamoada. Qaytish, comebacklar ko'p bo'ldi. Hozir endi yana ichkariga pas bo'ladi. Mana shu yerda talo to'p Hozir aytayotgandim, qaytish ketadi. Mana shunday. Qaradik imkonga mana bu yerda endi Xolidzodam ichkariga yana uzatdi. Kim bor? Biznikilar bo'lsin. Afsus. Karimiy